o'sha Alixon aka biz hozir mana Andijondagi Andijon old nima edi? Izboskan. Izboskan. Andijon viloyati Izboskan. Andijon viloyati Izboskan degan ovulga kelganmiz, hurmatli dehqonlar. Bu borimiz mana Siziqturg'oy. Mana qo'l bilan ko'rsatayin, Bekjon. Ana o'zi Siziqtur bo'yicha. Ko'k sho'p bo'lib turdi. So'dan bu yoqqaray negizi bizda Nitromax shashilgan. O'zi Nitromaxni qo'llandi o'z kishilar. Hozir vaqtda Alixon aka o'z faqat ochiq oydin anaqani aytingda qanaqa rezultat bo'ldi mana shu Nitromax sepgan paytingizda? Hozirgi paytda holati shu budoyni mana aka ashla siz aytgan bo'yicha ikkinchi o'g'it solmang dedingiz, solmadim aka. Lekin holati o'tganligiga nisbatan 2 baravarga kuchli aka. Mana to'g'ri gap aytish kerak misol. Yolg'on gap keragi yo'q. Natijasi ko'rdingiz. Natijasi mana ko'rinib turibdi misol mana. Uydagilaringiz ham o'zimda tanish bilishlaringiz ham misol mana shu kim ko'rsa nima qildingiz deyapti. Nima sepdingiz deyapti. Endi budoy jina kecha ekib qo'yganman, lekin yana ham erta ekkanimda bundan ham o'ta kuchli bo'lardi. Rosti gap. Xudo xolasa o'sha Nitromax shashilgan, hurmatli dehqonlar, endi bog'rimizni jilatni endi o'zini ko'rsatmaymiz deyotir. Biroq o'zining uyindagilari, tanishlar, dehqonlar kelib mana arnay kelib ko'ryapti. Nitromax qiziqishga bo'lsa ham kelib ko'rib ketyapti. Endi xudo xolasa arg'aray jana yumush yasaymiz deydi. Kelesida endi o'sha noldan yumush yasaladi o'sha dehqonlar bilan. Andijon, hurmatli bolalar.